Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, musofirda yurgan aka-ukalar, parvoz aka-ukalar, hammangiz sog' salomatmisiz? Oilalaringiz tinchmi? Bardan boqyapmisiz? Parvozlar chempionlar katta bo'lyaptimi? Katta bo'laversa, kamida chempion bo'lib yursin. Aka-ukalar, bugungi mavzumiz xirildi, piqildi, burnidan suv oqib turibdi va kaza nafas yo'llari shamollash kasalligi haqida to'xtalamiz. Aka-ukalar, reytingda bugun mana shu mavzu yengib chiqdi. Endi bu bitta ikkita aka-ukalarimiz mendan xafa bo'ladi-da. Bir narsani tushuning, aka-ukalar, kunina 200 dan ziyod dichkama audio xabar, video xabarlar kelib tushadi. Men bularda hammasini o'qiyman. Videolaringizni ko'raman. Ovozlaringizni eshitaman, eshitmayda bo'laman, hammasini ko'raman. Bu o'zi mavzu kelib chiqadi. Nimadan problema bo'lib turibdi? Qaysi masala juda ham ko'p. Ana shu masala haqida video qilishga harakat qilaman aka-ukalar. To'g'ri tushunaylik bir-birimizni. Bitta hammaga javob berib o'tirishga umuman imkoniyat yo'q. Bor vaqtida berdim aka-ukalar, masalan kuniga 50 ta kelgan paytlari ham berdim. Lekin hozir imkoni yo'q. Nimaga deganda bitta odamni ochsangiz, kamida suhbatlashsangiz, dorisini aytsangiz, aptekaga borgandan keyin yana telefon qiladi. Ular 3-4 marta telefon uradi-da kuniga. Masalan, bitta odamni o'zine yarim soat, 1 soat vaqtingiz ketib qoladi. Shuning uchun bu imkonsiz. To'g'ri tushunasizlar. Men to'g'ri yo'ldaman deb o'ylayman. Bir-birimizni to'g'ri tushunsak, hammasi zo'r bo'ladi. Qo'limdan kelgancha, imkoniyatim boricha xizmatingizdaman aka-ukalar. Lekin to'g'ri tushuninglar, shu. Qo'limdan keladigani shu. Endi bu xirildi, piqildi ko'payganning sababi o'zi hammamiz bilamiz, o'sha ozgina salqin tushgandan, havo o'zgarishidan bu narsa bo'ladi. Havo o'zgarishsa, parrandalar shuni aytib qoladi o'zini. Tabiiy piqildab, xirildab, burnidan suv oqib. Endi hozir aptekamizga yuzlanamiz. Hozir 1 minut. Apteka degani aka-ukalar, apteka deb o'ylamanglar. Aptechka. Endi shu nimaiki aytsam, o'zimni tajribamni, o'zimni qo'llagan dorilarimni aytaman-da aka-ukalar. Shuning uchun bu narsani ko'rsataman. Endi bitta tushuntirish berib o'taman kasalliklar bo'yicha. Bu juda ham foydali bo'ladi siz uchun. Aka-ukalar, kasallikni qanchalik dastlabki kunida davolasak, bu juda ham foydali bo'ladi. Nimaga? Sababi antibiotiklar bu viruslarni, kasalliklarni o'ldirgan bilan birga parrandani silabilashtirib qo'yadi. Agar siz kuchli antibiotiklar takrar qilsangiz, bu jigarini ezib yo'qotib qo'yadi. Bu agar ayniqsa urushadigan xo'rozlar bo'lsa, bu antibiotiklarni ko'p qo'llash bu xo'rozni umuman urushga, bo'yga yaroqsiz qilib tashlaydi. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Iloji boricha dastlabki kunimda parashoklar bilan, tabletkalar bilan yaxshi qilib yuborsak, bu hammasi gulli bo'ladi. Zo'r bo'ladi, gap qisqasi, jonli bo'ladi. Endi Tilaxson degan parashok, bu shaxsan o'zimning tajribamdan o'tgan. Bu masalan dastlabki kunida shu xirildi, piqildini enasini 3 qo'lgandan ko'rsatadi. Dastlabki kunida lekin. Buni qo'llanishi shu ertalab bir sepib yuborasiz og'ziga, kechqurun, ertalab kechqurun 3 kungacha qilsangiz bo'ladi. Endi agar dastlabki kuni bo'lsa, bir kunda ham qoldirib yuborishi mumkin. Endi mana bu doxycyclin. Bu doxycyclin ham juda ham samarali. Bu ham shu burnidan suv oqib, piqillab, xirildab qolgan jo'jalar uchun, katta parrandalarga ham. Katta parranda bo'lsa 1 tabletkadan, kichikroq jo'ja bo'lsa yarim tabletkadan 3 kun og'ziga tashab qo'ysangiz bo'ladi. Suviga ham masalan 1 litr dog'langan suviga 2 tabletka solib
3 gün aldıga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, juda ham samarali aka-ukalar. Endi kasallik rivojlandi. Kasallik 1 oy emas, 2 oy davomida o'tdi. Siz e'tibor bermadingiz. Mana shu parashoklarni qildingiz. Parashoklar ta'sir qilmadi. Keyin kuchliroq antibiotikka o'tamiz. Endi majburmiz. Enro 100 bu ukol. Endi bu antibiotiklarimizni обязательный vitamin B12 bilan qilamiz. Nimaga? Sababi kuchli antibiotiklar bu jigarga ta'sir qiladi. Jigarda agar siz takror qilaversangiz, ko'p antibiotik qilaversangiz, jigari ketib qoladi. Ana shu uchun buni shu bir kurs qo'llaymiz. Vitamin B12 bilan birgalikda. Nimaga deganda bu shu neytrallab beradi, jigarga shu zararni umuman yo'q desa noto'g'ri bo'ladi. Jigarga zararni kamaytirib beradi. Xullas kalom. Endi bundan ham kuchlilari bor. Masalan, veterinar aptekasida Pensetrip 400 degani bor. Buni ham shu to'shidan 1 gramdan 5 kungacha ursangiz bo'ladi. Buni instruksiyasini aytdimmi, aytmadimmi? Buni katta parandalar bo'lsa 1 gramdan, kichikroq jo'jalar bo'lsa 1,5 gramdan to'shidan ukol qilinaveradi. Bu 3 kungacha qilaverasiz. 3 kun, 5 kun qilinaveradi. Ukollar o'zi liboy dorini kursi, bir kursi 7 kungacha bo'ladi. 5 kun, 7 kunda hammasiniki. 5 kundan 7 kungacha degani yoki bo'lmasa 3 kundan 5 kungacha degani sababi, masalan 5 kunda qoldirsa tamom, 7 kun urmaysiz, to'xtatasiz. Ana shundayda gapni ma'nosi. Endi aka-ukalar, kanalimizda yangi bo'lsangiz, agar parranda boqadigan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Pastda podpisatsiya yozuvi bor. Ustini bossangiz siz obuna hisoblanasiz. Obuna bo'lib qo'ysangiz, yangi chiqqan videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyatingiz bo'ladi. Telegram guruhimiz bor. Bu yerga o'tsangiz, xo'roz janglarini tomosha qilishingiz mumkin. Shu kasalliklar haqida ma'lumotlar bo'ladi, ulardan xabardor bo'lib turishingiz mumkin. Bu Telegramning lichkasini kommentariyani boshida qo'yaman. Aka-ukalar, sog' salomat bo'lasiz. Yangi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonatsiz.